Assalomu alaykum. Ushbu videoni ko'rayotgan va o'z biznesiga ega bo'lmoqchi bo'lgan yoki biznesini rivojlantirish istagida bo'lgan aziz yurtdoshlar. Bugun biz sizga eng daromadli bizneslardan biri bo'lgan poligrafiya biznesi haqida to'liq ma'lumot beramiz. Hurmatli tadbirkorlar, video lavhamizdan avval bizning kompaniyamiz ish uslubi haqida qisqacha ma'lumotlarni berib o'tsak. Bizning ustun tomonlarimiz. Biz sizni to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchi bilan bog'laymiz. Pullaringiz xavfsizligi 100% ta'minlanadi. Biz sizga sotuvdan oldingi va keyingi servislarimizni taqdim etamiz. Eng arzon narxlar kafolatlangan. Uskunalar haqida ko'proq ma'lumotlar olish uchun bizning 3w.xitoydan.uz veb-saytiga tashrif buyuring va albatta YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Poligrafiya biznesi. Bu biznes turi daromadli biznes turiga kirgan holda, hozirgi kunda poligrafiyaga bo'lgan talab kundan kunga ortib bormoqda. Har bir tashkilotda, kasalxonalarda, davlat tashkilotlarida, qayerda bo'lmasin, har bir sohada poligrafiyaga bo'lgan talab yuqoriligicha qolmoqda. Poligrafiya uchun kerak bo'ladigan uskunalar. Bir kraskalik A3 formatdagi offset bosma uskunasi $9000, forma beruvchi uskuna $300, 680 o'lchamdagi qog'oz kesish uskunasi $5500, kompyuter jihozlari va rangli A4 formatdagi printer $600. Uskunalar o'rnatilishida kerak bo'ladigan joy 70 kvadrat metrli xona, suv hamda 220 volt elektr tarmog'i bo'lishi talab etiladi. Ishlab chiqarish samaradorligi va mahsulot turlari. Biz tavsiya etayotgan uskunalar yordamida siz kalendar, blankalar, kitoblar, jurnallar va boshqa ko'p turdagi poligrafiya mahsulotlarini ishlab chiqarishingiz mumkin. Birinchi bo'lib kompyuter orqali qog'ozga nusxa tushiriladi va forma tayyorlash uskunasi orqali nusxa ko'chiriladi. Tayyor bo'lgan formani offset bosma uskunasiga o'rnatamiz. Offset bosma uskunasi bir siyohli bo'lib, bunda siz mijoz talabiga asoslanib qora yoki boshqa ranglarda nusxa ko'chirishingiz mumkin. Uskuna 220 volt kuchlanishda ishlaydi va energiya tejamkorligi A kategoriyaga teng. 28 gram qog'ozdan 300 gram qog'ozgacha nusxa tushira oladi. Uskuna tezligi soatiga 8000 dona qog'ozga nusxa ko'chira oladi. Kompyuter PLC tizimi orqali siz necha marotaba nusxa ko'chirishingizni ko'rishingiz yoki ishlab chiqarishni boshqarishingiz mumkin. Ana endi qog'oz kesish uchun ishlatilgan uskuna haqida ma'lumot beramiz. Qog'oz kesish uskunasi eniga 680 mm bo'lgan qog'ozni, ya'ni offset bosma uskunasi ishlab chiqargan qog'ozni kesishda foydalaniladi. Siz bosmadan chiqargan qog'ozingizni kesib tayyor bo'lgan mahsulotlarni mijozlarga qadoqlab yetkazib berishingiz mumkin. Mahsulotlardan tushadigan foyda. Ana endi hisob kitoblarga kelsak. Uskuna orqali siz bir kunda soatiga 8000 dona qog'ozga nusxa ko'chirishingiz mumkin va bu bir kun ish hisobida o'rtacha 8 soat deb olsak 64000 dona nusxa demakdir. Ammo bu uskuna orqali siz 24 soat ishlashingiz ham mumkin. Xarajatlarga kelsak, A3 format qog'oz 80 gram, ulgurji narxda bir donasi 120 so'm. A3 formatga ketadigan siyoh xarajatlari 15 so'm yoki undan past. O'rtacha bosma xizmat narxi 300 so'm desak, biz esa 270 so'm taklif qilsak. Shunda bir kunda 8 soatda taxminan nusxa tushirish xarajatlarini hisoblasak, 64000 ni 270 so'mga ko'paytirsak barobar 17,280,000 so'm paydo bo'ladi. Va mana shu miqdordan 17,280,000 so'mdan biz 6,912,000 so'mni ayirsak, natijada 8,640,000 so'm paydo bo'ladi. Bundan tashqari ko'zda tutilmagan xarajatlarni ayiramiz. Ishchilar 3 ta ishchi deb hisoblasak,
3 milliondan bir oyda 9 million so'm. Arenda xarajatlari va boshqa chiqimlar jami bir oyga $1000 tashkil etadi. Oxirgi hisob-kitobga kelsak, 8 million 640 ming so'mdan oylik xarajatlarni umumiy hisobda, ya'ni 6 million 820 ming so'mni ayiramiz. Barobar 968 ming so'm kunlik daromad. Umumiy hisob-kitoblarga asoslanib 7 million 968 ming so'mni 26 ish kuniga ko'paytirsak, 206 million 908 ming so'm bir oylik daromad. Ko'rib turganingizdek, siz shu biznesni tashkil qilish uchun sarflagan xarajatlaringizni qisqa muddatda 1 yoki 2 oyda sarf xarajatlarini chiqarib, foydaga kirishingiz mumkin. Shuni ta'kidlash joizki, bu biznesda hech qanday xavf yo'q. Chunki bu biznesning o'zi tayyor biznes shaklida sotish imkoniyatingiz mavjudligi uchun siz hech qanday riskka qo'l urmaysiz. Kelajakda bu biznesni kengaytirib, ko'proq foyda olishingiz ham mumkin. Boshqa biznes loyihalarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, unda kanalimizga albatta like bosib, obuna bo'ling. Va izohlarda keyingi videolarimizda qaysi biznes loyihalarini ko'rishni xohlashingizni yozib qoldiring. Connected Group kompaniyasining hamkoriga aylaning. Keyingi videolarda ko'rishguncha